Dvigatelning hajmi 38 ta ot kuchidan oshmaydigan bu mitvoy labo avtomashinasi ancha-muncha shopirlarning qalbidan joy egallagan desam yolg'on bo'lmasa kerak. Bu labo avtomashinamizga biz ajoyib teng yasab berganmiz. Videoni oxirigacha kuzatib turinglar, hozir sizlarga birin-ketin tushuntirib o'tib ketaman. Kuzatuvchi do'stlar, mana qarab turinglar, bu laboga ajoyib xizmatimiz orqa pardasi kalsoli qilib berganmiz va tepa tomoni alohida ajraladi. Yozgi paytda bemalol yuklarni tepaga yuklaganinglarda ozmoz ko'tarilib qolsa, mana xalaqit bermaydi. Ajratib oladigan qilib qo'yilgan. Orqa pardasiga mana bergan alohida biz pardalarni ochiladigan qilib qo'yganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yo'q ham alohida ochiladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Plasmassadan zasholkadan qilib qo'yganmiz. Bu yo'q alohida ochiladi. Mana bu yo'q alohida ochiladi. Mana orqa tomonni ochib sizlarga birin-ketin ko'rsatib beraman. Orqa ko'rinishi bo'ldi mana. Mana shunaqa holatda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Shunaqangi qora, ko'k, seri materiallarimiz bor, chiroyli xizmat ko'rsatib beraveramiz.